Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan YouTube'da yangi ochilgan akkauntimizni to'liq sozlashni ko'rib chiqamiz. YouTube kanalimizga logo va banner rasmlarini ham qanday qilib tayyorlashni sizlarga ko'rsatib o'taman. Unda biz videoni boshlaymiz. Albatta videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unda biz boshladik. Mana bizda YouTube'da yangi ochilgan kanal bor. Hozir mana shu kanalimizni sizlar bilan to'liq sozlaymiz. Birinchi navbatda siz kanalingizni belgisini ustiga bir marta bosasiz va bu yerdagi mana bu tugmani ustiga bosasiz. Sizda kanal yaratish degan tugma turadi. Mana shu tugmani ustiga bir marta bosamiz va bu yerdagi qalamcha tugmasini ustiga bir marta bosishimiz kerak. Qalamchani ustiga bosamiz va kanalimizni tayyorlashni boshlaymiz. Birinchisiga nomi degan joyi turibdi. Nomiga kanalimizning nomini yozamiz. Biz Minecraft yo'nalishida video tayyorlamoqchimiz. Minecraft uchun bir maxsus kanalimizga nom o'ylab topamiz. Masalan, Minecraft Pro uz qo'shimchasini ham qo'shib qo'yamiz. O'zingizga yoqqanday boshqa kanallardan farq qiladigan nomlarni topib yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerga ikkinchisiga identifikator degan joyiga kanalingizni manziliga o'xshash narsa bo'ladi. Bu joyiga ham yo'nalishingizga mos narsani yozib qo'yasiz. Masalan, Minecraft Pro uz. Mana shunday yozsak bo'lar ekan. Va bizda yangi identifikator mavjud. Keyingisida tavsif degan bo'limi bor. Tavsif degan bo'limga biz kanalimiz haqida ma'lumot yozishimiz mumkin. Masalan, har kuni qanday video tayyorlaymiz, kanalimizda qanday ma'lumotlar qo'yiladi, shu haqida siz qisqacha ma'lumot yozib qoldirishingiz mumkin. Shu joyga qisqacha ma'lumot yozib qoldiramiz. Va saqlash degan tugmani bosamiz. Mana bu tepada ko'radigan bo'lsak, kanalimiz uchun logo va banner rasmlari bo'ladi. Mana bu narsa kanalimizda ko'rinib turadigan dumaloq rasm bo'ladi. Mana bu narsa esa kanal ichidagi tepada turadigan uzun rasm bo'ladi. Bu joylarga hozir biz qayerdan rasm tayyorlash kerakligini ko'rib chiqamiz. Mana shu kanalni ko'radigan bo'lsak, mana bu narsa kanalimizning banner rasmi hisoblanadi. Kanalimiz ichiga kirganida ko'rinadi. Mana bu esa kanalimizning logo rasmi. Mana shu joylarga hozir rasm tayyorlaymiz. Logo rasm yasashimiz uchun bizga CapCut ilovasi kerak bo'ladi. CapCut ilovasiga kiramiz. Hozir sizlar bilan kanalimizga logo rasmni tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga CapCut ilovasi kerak bo'ladi. CapCut ilovasiga kirib olasiz va mana shunaqa oyna ochilgan bo'ladi. New project tugmasini bosamiz va bitta rasmni tanlab olamiz. Biz Minecraft yo'nalishida rasm tayyorlamoqchimiz. O'zingizga kerakli bo'lgan xohlagan rasmingizni olasiz. Masalan, bitta mana shunaqa rasmni olamiz. Kirganimizda bizda xuddi shunaqa oyna ochiladi. Va bu yerdan biz ratio degan joyiga qaraymiz. Ratio degan joyini ustiga bir marta bosamiz va 1:1 formatni tanlaymiz. Mana shu formatni tanlab qo'yamiz. Bu formatni tanlaymiz va buyruqlar bo'limini eng oxiriga o'tamiz. Mana ko'ryapsiz, pastki qismida o'ngga suramiz va oxiridagi canvas degan tugmani ustiga bosamiz. Shu tugmaga bosamiz va uchinchidagi blur degan tugmani bosamiz va bittasini tanlaymiz. Ko'ryapsiz, ekranda orqa fonda mana shunaqa shtrixlangan rasm paydo bo'ladi. Endi biz rasmimizni ustiga bir marta bosamiz. Mana ko'rsataman. Shu joyning ustiga bir marta bosamiz va rasmimizni kerakli joyigacha kattalashtiramiz. Masalan, shunaqa rasm bo'ldi. Kattalashtirib qo'ydim. Xohlaganingizdek o'zingizga kerakli joyini kesib olsangiz ham bo'ladi. Kesib olish uchun siz rasmning ustiga bir marta bosasiz, buyruqlar bo'limini o'ngga tomon harakatlantirasiz va edit degan tugmani bosib, uchinchidagi crop degan tugmani bosib, rasmning kerakli qismini o'zingizga kesib olishingiz mumkin. Bizga kesib olish shart emas, shu joyi ham yetarli. Endi biz rasmimizga matn ham joylashtirishimiz mumkin. Text degan tugmani bosamiz, mana eng boshidagi bo'lim. Text degan tugmani bosamiz. Keyin birinchida turgan add text deganni bosamiz va yozuv yozsak bo'ladi. Kanalimizning nomini yozib qo'yamiz. Minecraft uz yozib qo'yamiz. Kattalashtiramiz ikkita barmog'imiz bilan. Endi font degan tugmani bosamiz. Ko'rsatib o'taman. Mana bu font degan tugmani ustiga bir marta bosamiz. Va bu yerdan o'zimizga ma'qul kelgan shriftlarni tanlab olsak bo'ladi. Masalan, mana shu narsa biz uchun ma'qul keldi. Shuni tanladik. Endi ikkinchida turgan stil degan tugmani ustiga bir marta bosganimizda bu yerdan ham o'zimizga yoqqan narsalarni
funksiyalarini qo'shib qo'ysak bo'ladi. Rasmimiz ozgina xira ekan, buni ham biz sal tiniqlashtirsak bo'ladi. Rasmning ustiga bir marta bosasiz va o'ngga tomon harakatlantirasiz va mana bu tugmani topasiz. Adjust degan tugmani ustiga bir marta bosasiz va bu yerdan biz rasmimizni sal tiniqlashtirsak bo'ladi. Ko'ryapsiz, hamma funksiyalardan ozgina qo'shyapman. Xuddi mana shunaqa qilib rasmni to'yintirib, sal chiroyliroq qilib yasab olsak bo'ladi. Endi mana bu tugmani rasmimiz tayyor bo'lgandan keyin mana shu tugmani ustiga bir marta bosamiz. Ko'rsatib o'tdim, mana shu tugmani ustiga bir marta bosamiz va bir marta rasmimizdan skrinshot olamiz. Bir marta skrinshot qilamiz va bizda rasm tayyor holatga keldi. Endi biz YouTube kanalimizga o'tamiz. YouTube kanalimizga o'tdik. Kanalni ochish tugmasini bosdik. Kanalni tahrirlash tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Endi biz mana bu joyga o'tamiz. Kanalimizning logosini ustiga bir marta bosamiz. Mana shu tugmani ustiga bir marta bosdik. Galereya tugmasini tanlaymiz va boyagi yasagan rasmimizni ustiga bir marta bosamiz. Endi ko'ryapsiz, mana shu o'rtadagi qismini oladi. Profil rasmi sifatida saqlash degan tugmani bosamiz. Va bizda kanalimiz uchun logo rasmi tayyor holatga keladi. Mana ko'ryapsiz, bu joyda endi bizning kanalimizni logo rasmi ko'rinadi. Endi sizlarga kanalimizga banner rasmlarini ham tayyorlashni ko'rsatib o'taman. Endi buning uchun bizga boshqa ilova kerak bo'ladi. Bu ilovada ishlash ancha oson deb o'ylayman. CapCutni o'zida ham yasasa bo'ladi. Uni keyingi videolarda agar kommentariyalarda fikrlaringizni qoldirsangiz, CapCutda keyingi videomizda o'rgataman. CapCutda yasashni, banner rasmlarni yasashni o'rgataman. Hozir biz sizlar bilan Canva'da yasashni o'rganamiz. Canva ilovasini siz Play Marketdan yuklab olsangiz bo'ladi. Canva'ning ustiga bir marta bosib biz kirsak bo'ladi. Canva ilovasiga kiramiz va biz qidiruvga YouTube banner deb yozamiz. YouTube banner. Mana shu qidiruv bilan qidiruv berasiz. YouTube banner deb yozasiz. Mana ko'ryapsiz, bu yerda kanalimiz uchun YouTube bannerlari yasasak bo'ladi. Masalan, mana shu ikkinchidagi rasm. Rasmning ustiga bir marta bosamiz va o'zimizga qulay qilib tayyorlab olsak ham bo'ladi. Mana bu o'rtada rasm turibdi. Ustiga bir marta bossak, o'chirib turib boshqa rasmlarni ham joylashtirsak bo'ladi. O'chirib tashlayman. Yoki bo'lmasam almashtirish degan tugmani bosamiz. Mana pastki qismida turibdi. Almashtirish tugmasini bosamiz. Galereyadan biz boshqa bir Minecraft rasmini tanlab qo'yamiz. Va buni kattalashtirib ham qo'ysak bo'ladi. Mana rasmning o'rta qismiga Minecraftning rasmini ham joylashtirib qo'ydik. Buni orasiga yana biz bir ikkita matnlarni ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. Matn degan tugmani ustiga bosib, bu yerga biz matn ham kiritib qo'ysak bo'ladi. Bu yerga matn kiritamiz. Masalan, kanalimiz nomini yozamiz. Minecraft uz. Mana shunday o'zingizga sozlab olasiz. Matn kiritdik, rasm joylashtirdik. Bundan ham chiroyliroq qilib tayyorlasangiz bo'ladi. Bu yerda xohlagan shabloningizni olib, o'zingizga ma'qul kelganday qilib tayyorlab olsangiz bo'ladi. Bu yerda anchagina funksiya ko'p. Biz hozir faqatgina rasm kiritdik, matn joylashtirdik. O'zingiz yana kirib, yana ko'proq funksiyalarni ko'rib ishlatishingiz mumkin. Rasmingiz tayyor bo'lgandan keyin mana bu tepada turgan narsani ustiga bir marta bosasiz va rasm galereyaga saqlanadi. Aytgancha ilova internet bilan ishlaydi, offline ishlamaydi. Faqatgina internet orqali ishlatish mumkin. Mana rasmimiz galereyaga saqlandi. Endi biz YouTube ga kirib, rasmimizni joylashtirsak ham bo'ladi. Kanalni tahrirlash tugmasini bosib, mana bu tepada turgan tugmani ustiga bir marta bosamiz va biz kanalimizga banner rasmini ham joylashtirsak bo'ladi. Rasmning ustiga bir marta tanlaymiz. Mana bunda ikkita barmoq bilan suramiz. Saqlash tugmasini bosamiz va bizda kanalimizda banner rasmi tayyor holatga keladi. Mana tepada bizning kanalimizning banner rasmi tayyor holatga keldi. Bundan ham chiroyliroq premium tarzda chiroyli rasmlarni ham tayyorlash mumkin.
Kimga shu xizmatlar kerak bo'lsa, kanalingizga logo va banner rasmlarini yasab beramiz. Ikkalasi 50 ming so'm yasab beramiz. Kommentariyada link qoldiraman, o'sha orqali o'tib bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Albatta videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.